Assalomu alaykum, mana aziz takipchilarim. Avvalambor xush keldilaring. Hozirgi ochadigan kartamizning nomi Orangizdagi muhabbatga nima to'sqinlik qiladi? Hayollaringga sevgan odamlaringni keltiringlar, otini, ismini so'ylay, aytinglar. Qani, sizlarda o'rtalaringdagi muhabbatga nima to'sqinlik qilyapti? Shuni ko'ramiz. Unda boshladik. Yettita oldik. Sizlarda oralaringdagi muhabbatga nima to'sqinlik qilyapti? Hozir endi shuni ko'ramiz. Qani, unda boshladik. Nihoyatda ichi pok, ko'ngli toza inson. Qandaydir nima desam ekan sizga? Haligi ba'zida endi o'zini siz qanday desam ekan? Ammo aslida yolg'on gapirmaydi. Hayotda tiklanib ketish uchun ba'zi birda yolg'on gapirib qo'yishi mumkin. Ungacha bu odam sizni hech qachon aldamaydi, yolg'on ham gapirmaydi. Oilalik, farzandlari bor. Lekin sizni shunaqa yaxshi ko'radiki, yuzingizga aytalmagan taqdirda ham siz bilan gap talashib qo'yib, posaxonadan chiqishi bilan uje sizni qizg'anib, sog'inishni boshlaydi. Nihoyatda sizni qizg'anadi. Qizg'anib, har kimlar bor bir narsalar deb sizga ajoyib gaplarni gapiradi-da endi. Haligi sen men yo'qligimda u bilan ketyapsan, bu bilan ketyapsan, hayolida shunaqa. Chunki bu odam sizni juda ham yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rmasa bunchalik narsalar sizga gapirmaydi. Mana kelajakda yangi perspektiva deyapti. Kelajakda balkim sizga uy berar, uy joy qilib berar. Endi hayolida bor o'sha narsa. Chunki maqsad sizni yo'qotmaslik. O'zini oilasini ham tashamaydi. O'zini oilasini ham juda ham yaxshi ko'radi. Oilasini, farzandini, ayolini yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Lekin sizni ham yaxshi ko'radi. Qanday yaxshi ko'radi? Shu o'tirsa ham, tursa ham hayolidasiz. Tavba, bu odamni nima qilgansiz? Bir yo'la ana bu bo'pti. Qani 9 ta olaylikchi. 5 6 7 8 9. Qani. Har bir harakatingiz o'zingizga yarashadi. O'zingiz qilgan maqomlaringiz, qiliqlaringiz juda ham o'zingizga yarashadi. Chunki juda ham chiroyli, istaringiz issiqqina ayolsiz. O'shaning uchun sizni iloji boricha shunday hali bir bunday nima bo'lsangiz, bunday olma bo'lsangiz, o'shani bunday qo'yniga solib yursa, hech kimga ko'rsatmasdan. Sizni hali yosh bola xarakteringiz ham bor ekanda, bu odamni ko'rganingizda qanaqadir erkalanasiz, erkaliklar qilasiz. Endi xullas o'zingiz qilayotgan qiliqlaringiz o'zingizga yarashadi. Misol uchun, endi yoshingizga qaraganda ayib deydi-yu, lekin u yosh farq qilmaydi. Sevgida hech qachon yosh farq qilmaydi. Chunki u odam sizni juda ham yaxshi ko'radi. Sizni har bir qilig'ingiz unga qandaydir juda ham chiroyli ko'rinadi. Balki paytda men ketaman, yashamayman, endi sen bilan sani oldinga kelmayman deb to'planib ketib, kechasi yana qaytib keladi. Mana sizni juda ham yaxshi ko'radi. Sizni har bir harakatlaringiz qanday qilib, qanaqadir jozibali sizda, o'zingizni jozibalaringiz u odamni o'ziga tortib oladi. O'shaning uchun har kimdan sizni qizg'anib, bo'lmasa ajoyib gaplarni gapiradi. Lekin
o'rtalarida hech qanaqa to'siq yo'q. To'siq borligi endi oilasi borligi. Oilasini ham yaxshi ko'radi, sizni ham yaxshi ko'radi. Hech qachon bu odam oilasini tashamaydi. Majbur ham qilmang, oilasini tashasin demang, farzandlari bor. Lekin sizni juda ham yaxshi ko'radi. Mehnatkash, topalman, tutarman. Aytganingiz og'zingizga qarab turadi. Mana shu qanaqa qilib nima qilsam ekan, shu qizni xursand qilsam ekan deb. Juda ham yaxshi ko'radi haqiqatda. O'rtalaringda tursin faqat oilasi. Lekin bu odam sizga xiyonat ham qilmaydi. Sizga yolg'on ham gapirmaydi. Endi to'g'ri, sevgisini ushlab qolish uchun ba'zi bir nimalarda yolg'on gapirishi mumkin, lekin yomon tarzda yolg'on gapirmaydi. Qanaqadir hali yomon joylarga borib kelib, bu narsalar qilib, unaqa emas. Ishidan kech qolib qolishi mumkin. Siz hozir kelaman degan paytda vaqtida kela olmay qolishi mumkin. O'shani singari. Lekin aslida odam sizga hech qachon yolg'on gapirmagan, gapirmaydi ham. Chunki sizni juda ham yaxshi ko'radi. Haqiqatda o'zi jozibador, haligi odamni o'zingizga jalb qiladigan qanaqadir tomonlaringiz bor ekanda. Mana qarangda, bu odam ish joyida o'tirsa ham, mana shunday ko'zini oldida turadi. Sizga tuhfa qildim. Keyin ko'proq bu odam ehson qilib turadi. Yaxshi, Alloh dargohida qabul qilsin. Ehson qilib turadi. Keyin qandaydir ko'ngli pok, keyin haynaqangi yordam qilishni juda ham yaxshi ko'rgan odam, aynaqa pishiq, unaqa odam emas-da. Juda ham yaxshi odam. Shuning uchun postoyanni barakasi bor. Uzundan uzun yo'l, qaqadir aynalgani boraman degansizlar, bormadilaring, yo'l qolib ketdi. O'shanga ham tumtayib bir yo'li bu odamni yer bilan bitta qilibsiz, to'p unaqa qilmang. O'zingiz ham farzandlaringiz bor ekan. Farzandlaringiz ham juda ham yaxshi ko'radi bu odam. Endi opasimi, yo xolasimi, siz haqingizda biladi. Siz haqingizda biladi, lekin unaqa hali janjal, to'palay unaqa qilmaydi. Endi tashqari energiyalar endi atroflaringni aylanib o'tib ketadi, sizlarga ta'sir qilmaydi. O'zingiz hapsiraverar ekansiz, ana tashab ketadi, mana tashab, yo'q, sizni tashab ketmaydi. Siz bilan yashaydi. Oilasi bilan qancha yashasa, siz bilan ham shuncha yashaydi. Bu odam faqat sizni deydi, boshqa hech kim yo'q. Aziz obunachilarim, bu ochgan kartam kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha odamning kartasi, kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, u odamning kartasi emas. Kommentariyada yozib qolishlaringni, o'sha kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishlaringni istayman. Keyin men uni ko'rib, o'qib, yana javobini tagiga yozib qo'yaman. Avvalambor xush keldilaring, rahmat. Bitta yurakcha bosib qo'yishni eslaringdan chiqarmanglar. Keyin obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Yana ham qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Rahmat.